2026-yil blog boshlash juda oson. Lekin blogdan pul topish hamma uchun emas. Shuning uchun ham bu videoda sizga blogni hobbi emas, daromad manbai sifatida qarashni o'rgataman. Daromadim sezilarli darajada oshganini va daromad oshish bilan birgalikda juda ham ko'p tajribalar, hayotda past balandliklarini, qanaqa qiyinchiliklardan o'tgan bo'lsam, qanaqa xatolarni qilmaslik kerakligini bilib olgan bo'lsam, shularni ham o'rgatmoqchiman. Yaxshi daromad qilishni, ana ключевой joylarini deydi, shunaqa joylarni o'rgan olib, faqat nimaga biz yaxshi bo'lib yuraverishimiz kerak, to'g'rimi? Agar o'rganishni xohlagan odamlar bo'lsa, ular ham o'rganishsin-da, o'zligini yo'lligini davom etsin degan maqsadda videoni qilyapmiz. Instagramdan qanaqa qilib pul topish bo'yicha gaplashishni boshlaydigan bo'lsak, juda ham ko'plab muammolar, qo'rquvlar va qanaqadir to'siqlar bor. Hammasi bo'yicha menda yechimlar bor. Hozir sizlar bilan 2026-yilda blog boshlab, o'sha orqali daromadga chiqishi instrumentlari haqida gaplashamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bu mana birinchi YouTube'dagi videoyim. Shuning uchun ham hozirdan kamchiligiga ko'z yumgan holatda sizlar bitta like bosib qo'ysanglar, menimcha poddershkani zo'ri bo'lgan bo'lardi. Ko'pchilikni miyasidagi to'siqlarni olib tashlaydigan bir nechta jumlalar bilan videoni boshlashga qaror qildim. 2026-yil blog boshlash juda oson. Lekin blogdan pul topish hamma uchun emas. Ko'pchilik blog yuritishni boshlaydi, lekin 4 oy, 5 oy yoki 6 oy o'tib taqataq to'xtab qoladi. Buni sababi iste'dod yetishmasligi yoki qanaqadir kamchilik emas. Buni sababi juda ham oddiy. Bu ham bo'lsa, boshida bu narsalarga noto'g'ri qarash. Shuning uchun ham bu videoda sizga blogni hobbi emas, daromad manbai sifatida qarashni o'rgataman. O'zi nimaga bu gaplarni men bu yerda chiqib olib gapiryapman, sizlarga o'rgatish niyatidaman. O'zimni qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ismim Mahmud, familiyam Xoliqjonov. 4,5 yildan beri mana shu media sohasida yuribman. 5 yilga sal yetmadi, shuning uchun ham yolg'on bo'lmasligi uchun 4,5 yil davomman. Bozorda 6-sinfimdan beri savdo-sotiqlar bilan shug'ullanib, har xil magazinlarda yoki boshqa joylarda savdo-sotiq bilan shug'ullanib va servis ko'rsatishni o'rganib kelganman. 2019-yilda ko'pchiligimiz bilgan o'sha karantin boshlangandan keyin meni ham faoliyatlarim boshlanib ketdi. To'g'ri, o'zi med kollejda o'qirdim, lekin bu sohaga juda ham qiziqqanim uchun med kollejda ham tadbirlar mensiz o'tmas edi. Endi tadbirlar to'g'ri nimadirlar chiqishlar hammada bo'lgan, lekin tadbirni butun boshli kollejni tumanlar aro kollejdagi tadbirlarni tashkil qilish, ozgina maqtanish bo'lsa ham aytib o'taman, hammaga emas edi, lekin med kollejda o'qib turib shu narsalarni xatolarsiz, kamchiliklarsiz tashkillashtirib kelganman va o'zimni potensial bilganmanki, hozir men shu media sohasida ketsam, ancha odamlarning umrini uzoq qilishga sabab bo'laman, ya'ni hayotini saqlab qolaman. Meditsinadan ketmasam. Shunaqa qilib, med kollejda o'qib yurgan paytimda karantin bo'ldi. Biz oxirgi kursni bitira olmadik va shu bilan bozorga chiqib ketdim. Bozorda savdo-sotiq bilan shug'ullansam ham, miyam, fikr, hayolim mediada kimdirga nimadir o'rgatish, avval o'zim o'rganib tajriba orttirish va hokazo narsalar bo'ldi va bu fikrlar 2 yil miyada aylanib yurib oxiri o'zini samarasini berishni boshladi. Ya'ni 2022-yildan beri, 2022-yildan boshlab to'g'rirog'i, rasmiy ravishda Instagramda o'sha shartnoma asosida ishlashni boshladim. Undan oldin faqat o'zim uchun videolar olib yurardim, qiziqishga qanaqadir montajlar qilardim, boshqa narsa qilardim, lekin 2022-yildan beri rasmiy xizmat ko'rsatishni boshladim. Sizlarga rostini aytaman, mana shu 2022-yilda boshlagan bo'lsam ham, tajribam kamroq bo'lsa ham, undan oldingi bozorda ishlab yurgan holatimdan ko'ra daromadim sezilarli darajada oshganini baribir bilinadi odamga. Xuddi shunaqa narsalar bo'lgan va daromad oshish bilan birgalikda juda ham ko'p tajribalar, hayotda past balandliklarini ko'rib chiqildi. Ya'ni men sizlarga faqat zo'r bo'lib yurib shu joyga kelib qolganim yo'q. Qanaqa qiyinchiliklardan o'tgan bo'lsam, qanaqa xatolarni qilmaslik kerakligini bilib olgan bo'lsam, shularni ham o'rgatmoqchiman. Ya'ni 2022-yil oldingi yillardan ko'ra ko'proq topgan bo'lsam, 24 bilan 25 juda men uchun tramplin davri bo'ldi deydimi, juda ko'p qiyinchiliklar va hokazo ishlar bo'ldi. Buni blogimda meni doimo kuzatib boradiganlar nima ishlar bo'lganini hammasini bilishadi. Lekin shunga qaramasdan, hozirgi paytda Instagramdan yaxshi daromad qilishni, ключевой joylarini deydi, shunaqa joylarni o'rgan olib, Xudoga shukr, yaxshi daromad qilib kelyapmiz va faqat nimaga biz yaxshi bo'lib yurishimiz kerak, to'g'rimi? Agar o'rganishni xohlagan odamlar bo'lsa, ular ham o'rganishsin-da. Qiyin ish emas ekan, bizdagi 3 yil, 4 yillab qiynalib, past balandlarga kirib chiqishmasin-da.
Biz o'sha pasballalarni o'tib bo'ldik, shu narsalarni xato qilmasliklarini ko'rib olib turib, o'zligini yo'lligini davom etsin degan maqsadda videoni qilyapmiz. Tanishuv chastini shu joyda to'xtataman, bo'lmasa men o'zim haqimda gapirsam, YouTube'ni uyga qo'yib qo'yib, televizorga ovqatlanib o'tirsanglar ham bo'ladi. Shuning uchun ham endi Instagramdan qanaqa qilib pul topish bo'yicha gaplashishni boshlaydigan bo'lsak, endi men bilaman sizda aniq Instagramda pul topish mumkin emas yoki tan oling kameraga kelganda kimdir ani ko'chada hozir aprosniklar ko'payib ketgani, kimdir bunday savol bersa hayajonlanib qolasiz yoki o'zingiz telefonda kemashi zamon talab ekan shu video olay deb shuni qo'lingizga telefonni olib, selfini yoqib, gapirmoqchi bo'lganingizda atrofingizda kimdirlar qarab turganda yoki hozir gapirsam falonchi konkurenti meni ustimdan kulmasmikin deganga o'xshagan juda ham ko'plab muammolar, qo'rquvlar va qanaqadir to'siqlar bor va buni har bittasi bo'yicha menda ma'lumotlar yetarli. Agar ishonadigan bo'lsangiz va bularning hammasiga menda yechimlar bor. Ya'ni hozir men sizlarga 5 ta asosiy sizdagi muammoni sanab beraman va yechimlarini ham birma-bir ketidan sanab o'tib ketamiz. Shuning uchun ham sizda hozirda qanaqadir maqsadlar bo'lib, orzularingiz bo'ladigan bo'lsa, shular haqida bitta o'ylab turing. Birga shu orzu maqsadlarga erishish yo'llarini muammoga yechim orqali ko'rib chiqamiz. Xullas, tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchi blok bu maqsad, birinchi blok degani shu yerda ham o'zbekchasiga tushuntirib ketay. Blok bu miyadagi to'siq, ya'ni muammo. Birinchi muammo bu blogingizda, ya'ni o'zingiz ochayotgan profilingizda maqsadingiz aniq bo'lmasa. Blog bu tushuninglar biznes. Biznesning boshida maqsad bo'lmasa, yo'l aniq bo'lmaydi va maqsadsiz ketayotgan odam yo'lda adashib qoladi yoki boshqa yoqqa uylanadiganlar temasiga o'tib ketib qoladi, mebelchi bo'lib turib va hokazo. Xullas, blogni boshlashdan oldingi eng katta bizning xatoyimiz bu yerda jarayonlar keyinchalik aniqlashib ketadi. Hozir maqsad qo'ymay, glavnisi boshlab olish deyish. To'g'ri, glavnisi boshlab olish, lekin maqsad bilan boshlab olsangiz, menimcha u yog'idagi yo'llar aniq bo'ladi. Chunki ozgina adashib qolganda maqsadim bu edi. Endi o'sha yo'lga borish uchun shu odamlardan, shu maqsadim yo'lidagi odamlardan maslahat olsam bo'ladi yoki shu maqsadim yo'lidagi ishlarni qilsam bo'ladi degan holatga olib kelsangiz bo'ladi. Endi ikkinchi muammo bu jamoasiz blog uzoqqa bormaydi deb nomladim. Endi ko'pchilik aytadi, men o'zim qilaman. Shuni nima bu videoga olish? Shuni gapiraman, qo'yaman, bo'ldi, million prosmotr. Va shu joyda bitta dona videosi yaxshi prosmotr yig'ib qolib, lekin qolganlari yemay qolgan odamlar shu joyni ko'rayotgan bo'lsanglar, qalban birgamiz deydi-ku. Sizlarni tushunaman, chunki jamoasiz blog bu to'g'ri ilojsiz narsa emas, lekin sizni baribir tashqari tarafdan nazorat qilib turadigan odam bo'lmasa, sizni fokusingiz yetmaydi. Chunki katta ehtimol bilan qaysidir joyga mas'ulsiz yoki o'zingizning biznesingiz bor va odamda fokus degan narsa bor. Hamma joyga birdaniga fokus qaratish imkonsiz. Lekin media sohasida daromad qilish uchun bizda stabillik, ya'ni davomiy kontentlar chiqishi, davomiy ijod qilishimiz, davomiy biz ijtimoiy tarmoqlarga ko'rinib turishimiz zarur hisoblanadi. Bu yaxshi natijaga olib kelsa, davomiy bo'lish uchun bizga nima kerak? O'zimiz syomkani qilaylikmi, montajini qilaylikmi, ssenariy yozaylikmi, g'oya topaylikmi? Uni jamoaga topshirib qo'ysak, bu yoqdagi o'zimiz biznesimiz ham ketaveradi. Bu yoqda jamoa o'zini ishi sifatida bu joydagi davomiylikni ta'minlab beradi. Ana shunda natija bo'ladi. Endi uchinchi muammo ko'pchilikda uchraydi bu sifat o'rniga son ortidan quvish. Shunaqa deb nomladim. Endi sifat o'rniga endi sifatli bo'lish degani bu 15 ming dollarlik kamerada olishingiz shart yoki 50 dollardan har bitta videoingizni montaj qildirishingiz shart yoki doimo sizda Kingsmandan olingan qanaqadir endi okey tanishlar reklama bo'lib ketdi. Chiroyli luklar, galstuklar bo'lishi shart degani emas. Sifat deganda faqat bu narsalar, ya'ni materialniy narsalar tushunilmaydi. Bu yoqda sizga sotuv olib keladigan auditoriya yig'ish uchun hamma aytayotgan mavzularda chiqmaslik. Bu ham sifatsiz kontentga kiradi. Ya'ni kim uylanish haqida gapirsa, o'sha haqida gapirib chiqish yoki kimda nimadir aktual bo'layotgan temalar haqida munosabat bildirib chiqish kerak bo'lsa, u pozitsiyasiga to'g'ri keladimi, maqsadiga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, gapirib chiqish yoki umuman boshqa maqsadda yig'ilayotgan auditoriyaga umuman boshqa maqsadli videolar yuklash bu yoqda sizni ertaga blogingiz orqasidan daromad olish imkonini cheklab qo'yadi desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Qisman to'xtatib qo'yadi. Endi davomiy chiqaraversangiz cheklab ham qo'yishi hech gap emas. Shuning uchun ham shu joyda barcha biznes egalariga kichkina murojaat qilib ketmoqchiman.
menga nima qilib berasan deganda, men sizga prosmotr qilib beraman, sizga nima deydi, подписчиклар qilib beraman, million bo'lib ketamiz, zo'r bo'lib ketamiz degan narsaga emas, sifatli, maqsadli auditoriyaga erishish va uni orqasidan siz to'lagan pulingiz obunachilar orqasidan, ya'ni maqsadli auditoriya yig'ib, o'sha yerda sotuvingizni amalga oshirish orqasidan kelsa, mana bu eng aqlli ish bo'ladi nazarimda. Agar boshqa fikringiz bo'lsa, hozir shu joyda kommentariyaga yozib qoldiring. Endi 4-muammo shu joyda auditoriya ikkiga bo'linadi. Ya'ni sotuvchi kontentlar qilaman men, maqsadsiz auditoriya kerak emas, faqat men mahsulotlarimni ko'rsataman degan odamlar va mahsulotlarim haqida foydali ma'lumotlar beraman, odamlarga foydali narsalar haqida kontentlar ulashaman va orasida ora-orada deydi-ku, sotuvlar amalga oshirib turaman degan auditoriya ikkita tomonga bo'lindi. Endi muammo bu yoq tarafdagi auditoriyada. Ya'ni sizlar faqat o'zingizlarni mashina sotib ol, buni sotib ol, bunga 20% skidka, ertaga 30% skidka, indinga mashincha bo'ladi degan narsalar bilan blogni nima deydi, sotuv maydoniga aylantirib qo'yish. Instagram odamlar mana hamma narsani o'zidan kelib chiqib ko'rsa, javob topiladi. Misol uchun siz Instagramga hozir men skidkani ko'raman, hozir bu mahsulotni nechta qolganligini ko'raman deb emas, dam olish uchun yoki qanaqadir foydali ma'lumotlar, emotsiya olish uchun kiriladi. Shuning uchun ham nima qilishimiz kerak? Bu joyda 80 ga 20 qoidasini amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni 80% odamlarning emotsiyasiga, ularga foydali ma'lumotlar berib, emotsiyasiga degan joyimni to'ldirib ketdi. Emotsiyasiga o'ynab deydi-ku, ya'ni emotsiya beradigan kontentlar qilib, foydali kontentlar berib, mahsulotlaringizni shunchaki tanishtirib va shu mahsulot sizni borligini bildirganingizdan keyin agar xohlasanglar, menda sotib olishingiz mumkin. Mana shu raqamlar deb 20% holatlarda, misol uchun sonlarda tushuntiradigan bo'lsam, 10 ta kontent chiqardingiz, 8 tasi foydali, life hacklar, odamlarga manfaatli, emotsiya beradigan kontentlar bo'lsin, 2 tasi ora-orasida sotuv amalga oshiradigan kontentlar bo'lsin. Ana shunda sizning sotuvingiz davomli, uzoqroq ko'zlangan holatga keladi. Chunki 8 ta kontent bilan siz ishonch orttirasiz, 2 ta kontent bilan bo'lsa sotasiz. Ya'ni ishonch bo'lmasa, sotuv ham bo'lmaydi. Ana endi eng muhim joyga yetib keldik. O'zi boshida hozir 5 ta muammo sanab beraman. 5-inchisi eng asosiysi desam bo'larkan. Shunga yarasha chastiga yetib keldik. Ya'ni ko'pchilikni uchraydigan muammo, blogdan pul topadi, shu 4 ta qadamlarni qilib pul topdi deylik, lekin pulni oladi, boshqa joylarga sarflab yuboradi. Lekin qanchadir qismini o'zini blogiga qayta sarmoya kiritish orqali, ya'ni reinvestitsiya deydi-ku, xuddi shunaqa orqali kiritmaydi. O'zimda ham yaqinda shu muammolardan chiqqan inson sifatida bu juda ham katta xatoligini tushunib yetgan inson sifatida shuni aytayapman. Daromadni bir qismini kontentga, jamoaga yoki reklamaga ajratish bu eng to'g'ri yo'llardan biri hisoblanadi. Chunki blogdan bitta pul oldingizmi, endi tasavvur qiling, o'shanga yana qayta sarmoya kiritsangiz, yana qancha pul olish mumkin? Agar sarmoya kiritmasangiz, yangi auditoriya kirmasa sizlarga yoki yangi joylarda yuzingiz ko'rinmasa yoki mahsulotingiz aylanmasa, bitta sotgan odam qayta sotib olaveradimi? Albatta yo'q. Shuning uchun ham yangi leadlar deydi-ku, yangi trafik, ya'ni obunachilar oqimiga erishish uchun reinvestitsiya qilish juda ham muhim omil hisoblanadi. Endi esa videoni asosiy haqiqat joyiga yetib keldik. Bu haqiqat nimadan iborat? To'g'ri, Instagramdan daromad qilishni muammolarini, ya'ni to'siq bo'ladigan muammolarni va unga qisman yechimlarni ko'rib chiqdik. Lekin to'g'risini aytaman, hammasini aytishga bu joyda imkoni yo'q. Ya'ni vaqt cho'zilib ketadi. Chunki maqsad bitta Instagramdan pul topish, daromadni oshirish, lekin maqsadga boradigan yo'llar juda ham ko'p. Uni to'g'ri ketma-ketligida qilish odamni ko'p vaqtini olib qo'yadi. Balki 1 yildir, balki 2 yildir, balki undan ham ko'pdir. Bu narsalarga erishish hammada har xil vaqt oladi. Kimdadir 1 yil, kimdadir 2 yil, balki kimdadir undan ko'proq. Xuddi shunaqa shaxsan o'zimda ham juda ham ko'p vaqt, juda ham ko'plab energiya aynan shu ilmni olish uchun sarf qilingan. Lekin sizlarda xushxabarim bor. Shu joyda o'zingizlarni yo'linglarni qisqartirish uchun, ya'ni sizlarni vaqtingizdan yutish uchun, tejash uchun men o'zimni o'zbekcha o'rgataman degan kursimga start beraman. Birinchi sizlarga aytaman bu narsani, o'zbekcha o'rgataman nomli Instagramda daromadga chiqish yoki daromadni bo'lsa oshirish. Va o'sha boshlayotgan kursim aynan shunaqa shijoatli, o'zini maqsadi bor odamlarga manfaatli bo'lishiga ishonaman. Agar siz shunaqa insonlar qatorida bo'lsangiz, siz shunaqasiz, ishoning, shu joyga chiqardingiz, xuddi shunaqasiz. Bitta like bosing-da va pastdagi havolaga shunday o'tsangiz, havola orqali shunday ro'yxatdan o'tsangiz, biz siz bilan bog'lanib turib,
shu maqsadlarga birgalikda mana shu 2026-yilgacha ko'rishmadik-ku. Endi ko'rishib turib, maqsadlarga birgalikda yo'llarni osonlashtirib, hammamiz bir-birimizdan tajribalarni bo'lishib, shu yo'lga voqliroq boramiz va 2027-yilda ajab emas, boshqa odamlarni va kelinglar maqsadingizga yaqinroq borasizlar deb o'rgatsak. Xullas, barchalarning e'tiboringiz uchun rahmat. Endi bu birinchi video, xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr deydi-yu. Xuddi shunaqa sizni o'zbekcha o'rgataman degan kursimda birinchi potokida bo'lib ham, birinchi qadrdonlar potokida kutib qolaman va agar o'sha yerda ko'rsam, xursand bo'lgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Like va podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.